Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videomizda qonli Stivning tarixini ko'rib chiqamiz va birinchi marta qachon ko'rilganini ham bilamiz. Sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Qonli Stiv birinchi marta 2022-yilning iyunining 2-kunida ko'ringan. U bir o'yinchining o'zi o'ynayotgan paytida do'stini qo'shish kerak bo'lganda qonli Stiv qo'shilgan va u uni do'sti deb o'ylab unga yordam bermoqchi bo'lgan. Qani keyin to'liq voqeani shaxsan o'zim tayyorlagan videoda ko'ramiz. Rasmiy video YouTubedan allaqachon o'chib ketgan, shuning uchun o'zim tayyorlagan videoni ko'ramiz. Qani introni boshlaymiz. Qani go. Xo'sh, o'yinchi o'yinda spawn bo'ladi va kirganda bitta o'yinchini ko'rib qoladi. Uni do'sti deb o'ylaydi va u yangi qo'rqinchli skin olgani haqida eslaydi va uni oldiga boradi va salom Saymon deb yozadi va u oldiga bormoqchi bo'lganda to'siq chiqadi va u to'siq deb yozadi va u keyinchalik o'yinchini qanday qutqarishni bilmay uni to'siqda chetlari aylanadi va shu paytda u to'satdan bir joyga borganda uni boyagi qonli Stiv o'ldiradi. U keyinchalik qo'rqib ketganida nima qilishni bilmaydi va o'lgandan keyin u avtomatik o'yin menyusiga chiqib u o'yinni tugatib chiqib ketadi. Xo'sh do'stlar, bu galgi videomiz yoqqan bo'lsa, albatta like va podpiska tugmalarini bosinglar va kommentlarda ham yozinglar. Agar sizlarga mendagi o'sha mod, qonli Stiv va boshqa modlar kerak bo'lsa, Telegram kanalimni linki pastda yoki hozir ekraningizda QR kodi paydo bo'ladi. Albatta o'tib obuna bo'lib qo'yinglar va albatta siz izlagan modlar ko'rasiz va yangi chiqish kerak bo'lgan videolar oldindan ko'rasizlar va u yerda videolarni oldindan rasmi chiqadi. Albatta bir ikkita videolar chiqmay qolgan. Xayr, hammalaring sog' salomat bo'linglar. Xayr.